Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Ming bor sizlardan uzr so'raymiz hurmatli obunachilar. Biz kelgan savollarga javob berishimiz bir oy kechikib ketdi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra. Hozir bizning videoroligimizda kelgan savol bor, ya'ni qonda glyukoza miqdorini tushiruvchi dorilar haqida chiqqan roligimizda bir obunachimiz yozgan, Elnur Bomirzayev ekan. Sahar kasalligiga chalingan insonlarni tabletka ichib hech qachon sahri normaldan tushib ketmaydi. Doktor noto'g'ri gapirdingiz deyishibdi kommentariyada. Bu borada biz mutaxassisga maslahat tashlaydik va mutaxassis fikrini eshitib ko'ramiz. Hozir sizga aytgan savolim shu, menimcha bu obunachimiz o'zaro shifokor shekilli. Shu saharlik diabetga qonda qand miqdori tushirish dorilarni ichish qonda qand miqdori normaldan tushib yormaydi, ya'ni gipoglikemiya olib kelmaydi deyapti. Shunga qanday qaraysiz? Birinchidan, hozir savolda aynan gipoglikemiya haqida gap ketmayapti menimcha. Men o'zim qanday tushunganim bo'yicha kommentariy bildiraman, keyin gipoglikemiyaga ham to'xtalsak bo'ladi. Birinchidan bu yerda aytayaptiki, sahr normaga, ya'ni normal odamdagi sahrgacha tushirmaydi degan ma'no kelyapti. O'z aslida bitta narsani kelishib olishimiz kerak. Sog'lom odamni sahr darajasi bor. Qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda maqsadli ko'rsatkichi bor. Ikkalasi turlicha. Ya'ni biz qandli diabeti bor bemorlarda normal odamdagi sahrga harakat qilmaymiz. Ular uchun alohida biz maqsadli ko'rsatkichlar belgilab beramiz. Hamma uchun individual bo'ladi. Buni bitta son aytmaysiz. Lekin ko'p hollarda 7, ya'ni och qoringa sahr 7 dan past bo'lsin deyiladi. Va to'q qoringa bo'lsa, где-то 10 dan past bo'lsin deyiladi. Qo'shimchasi dalish o'sha nima bemordagi asoratlar va yoshiga qarab turib bu narsa yana ko'tarilib ketaveradi. Bu yerda bular menimcha nima nazarda tutishgan, ya'ni qondagi qand miqdori, ya'ni tushiruvchi preparatlar, tabletkalar berilganda u baribir o'sha normada, biz chunki normal odamdagi qondagi qand miqdori sal pastroq turadi. O'shangacha tushirmaydi degan ma'no kelib chiqyapti. Endi biz birinchidan demak o'shanga harakat qilmaymiz. Ikkinchidan tabletkalarimiz demak bizda o'sha maqsadli ko'rsatkichlarga tushirishga yetadi. Ko'p hollarda o'shanga biz erishamiz agar to'g'ri dozada, to'g'ri agar tanlab olingan bo'lsa agar bemor uchun o'sha oddiy insulinsiz tabletkalarda o'zi bilan biz demak maqsadli ko'rsatkichlarga erishishimiz mumkin. Endi agar gipoglikemiya nazarda tutayotgan bo'lsa agar bizda ayrim tabletkalar bor, ular gipoglikemiya chaqirishi mumkin. Bular sulfonil mochevina gruppasiga kiradi. Bular tabletka ko'rinishida chiqadi va bularda fonida demak bemorlarda gipoglikemiya yuzaga kelishi mumkin. Hozir men tushunishim bo'yicha demak har bitta bemorga tabletkani miqdori, dozasi individual yoziladi. Albatta. Demak maqsad o'sha shifokor o'sha sahrli diabet, qandli diabeti bor bemorni qondagi qand miqdori 7 dan tushavermaslik yoki 6 dan tushavermaslik nazarda tutib dori belgilab beradi dozasini. Tushirib yubormaslik emas. Maqsadli ko'rsatkich degani och qoringa 7 gacha bo'lishi kerak ko'pchilikda bu. Hammada emas, ko'pchilik, ya'ni tushirib olishma, ya'ni tushirish kerak o'zi aslida. 7 dan pastda turish kerak degan. 7 eng baland 7 turish kerak. Aqlda 5 605 chiqadigan bo'lsa ham bizni qoniqtiradi degan. Yana bitta narsani ta'kidlash kerak, bemorlarda shunaqa noto'g'ri tushuncha bor. Misol uchun kelishdi qabulga, sahrlari 6,5 bo'lsa agar, keyingi safar kelganda misol uchun 608 yoki 7 bo'lib qolsa agar sahri ko'tarildi deyishadi. O'zi aslida bu xato tushuncha, ya'ni maqsadli ko'rsatkichning ichida yuribdimi? Norma degani bu. Yoki bundan oldingi konsultatsiyadagi 4,5 yoki 5 bo'lib kelgan bo'lsa, keyin 6 bilan kelib bizga qanaqadir shikoyat qilishlari mumkin-da shifokorlarga, sahrim o'tgan haftagidan ko'ra ko'tarilib qolibdi deyishadi. Bu narsa noto'g'ri tushuncha, ya'ni sahr juda ham tez o'zgaradi. Xuddi shu bemorda agar 15 minutdan keyin qaytadan qondagi qand miqdori tekshiriladigan bo'lsa, u misol uchun agar hozir 6,5 bo'lsa, keyin 5,5 chiqish ehtimoli juda ham katta. Hozir mana o'sha obunachimiz savolidan, ya'ni gipo holatini chegaralari qanaqa? Gipoglikemiya fanda 208 dan past bo'lsa gipo deyiladi o'zi aslida. 208 dan past bo'lishi kerak. Bu diabetlar uchunmi, sog'lomlik farqi yo'qmi? Yo'q, aynan qandli qondagi qand miqdorini tushiruvchi preparatlar olayotganda deyiladi. Ya'ni agar birontasi kelib turib ro'za tutayotgan bo'lsa, 3 yoki 208 ga yaqin keladigan bo'lsa, odatda biz buni gipoglikemiya demaymiz. Odatda aynan qondagi qand miqdorini tushiruvchi preparatlar ichayotgan bo'lsa bo'ldi. Aynan diabet bo'lishi shart emas, so'ng sog'lom odam ham agar qondagi qand miqdorini tushiruvchi preparatlar ichayotgan bo'lsa va 208 dan pastga tushadigan bo'lsa, bu gipo deyiladi. Endi bitta narsa, fanda o'zi aslida aniqda chegara yo'q.
holatda kelib chiqdi. Ha, ayrim manbalarda ko'rsangiz 3.9 ham berishadi. 3.9 dan pasaygandan keyin biz yordam berishimiz kerak deyishadi. Ya'ni qonday qon chiqadi, ko'tarishga harakat qilish kerak degan tavsiyalar berilgan. Hozir Lekin haqiqiy gipoglikemiya o'zi aslida 208, ya'ni miya уже boshlanadi. Miyada goladaniya, ya'ni glyukoz yetishmovchiligi aynan 208 dan pasaygandan keyin 2.2 dan pasaygandan keyin bemor hushidan ketish holatlari yuzaga keladi. chunki demak hozir laboratoriya ko'rsatkichlarida bergan masalan 3.3 dan 6.1 gacha bergan. Demak 3.3 emas 2.8 da уже 3.3 dan tushish gipoda boshlanish holati o'tib ketar ekan. 3.9 dan tushsa biz yordam berishni boshlashimiz kerak. Agar bemorda simptomlari bo'lsa, gipoglikemiyani. Tushunarli. Hurmatli obunachimiz, siz o'zingizga kerakli bo'lgan javobni oldingiz deb o'ylaymiz. Yana qo'shimcha savol-javoblar bo'lsa, kommentariylarda kutib qolamiz. Xayr, rahmat, sog' bo'linglar. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar.